Bo'ldi. YouTube sozdat qilinyapti. Manimcha ulandi. Ha, YouTube'ga uladik. Hammasi tayyor. Kanalga ham tashlaversangiz bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Hop, hammaga assalomu alaykum. Ustozlar, darsimizga xush kelibsizlar. Ovoz bilan bitta ekranni tekshirib olamiz. Agar hammaga ovozim yaxshi borayotgan bo'lsa, ekran yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, bitta chatga izoh yozib yuboringlar. Zoom'dami, YouTube'dami farqi yo'q. Telegram kanalimizdami, chatga bitta izoh yozib yuborsangizlar yaxshi bo'lardi. Ovozim yaxshi boryaptimi hammaga? Telegram kanalimizdami, chatga bitta. Xo'p, bo'lmasa, hozir yozib olish boshlayman-da. Dars boshlaymiz. Xo'p, demak, ustozlar, darsimizga xush kelibsizlar yana bir marta. Demak, bugun turbo test 3 ni tahlilini ko'rib chiqamiz, xudo xohlasa. Agar tayyor bo'lsangizlar, demak, boshladik. Demak, birinchi masalamiz. Xo'p, quyidagi mulohazalarni to'g'ri yoki noto'g'riga ajratib chiqishimiz kerak. Birinchi mulohazamiz. Demak, y teng kx plus b funksiyadagi k parametr funksiya grafikining ox o'qi bilan hosil qilgan kichik burchagini tangenisini bildiradi debdi. O'zi shunaqa qoida bor ustozlar, k barobar tangens alfa edi, lekin bunda hosil qiladigan alfa burchagimiz o'tkir bo'lishi ham mumkin. Ya'ni 90 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, k 0 dan katta bo'ladi. Agar o'tmas bo'ladigan bo'lsa, biz kichkina burchagini olamiz deya olmaymiz. U holatda k manfiy chiqadi. Ya'ni birinchi shart bo'yicha k ni faqat musbat demoqchi. Ya'ni kichkina burchagi degani k faqat musbat chiqadi degan. Biz bunaqa holatda ola olmaymiz. Birinchi fikri noto'g'ri bo'ladi. Ikkinchi fikrga o'tamiz. Ikkita irratsional sonlar yig'indisi yana irratsional son bo'ladi debdi. Xo'p, misol tariqasida 1 minus ildiz osti 2 va 1 plus ildiz osti 2 sonlariga e'tibor beraylik. Ikkalasi ham irratsional son, lekin bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, natija bizda 2 chiqadi. 2 esa ratsional son. Demak, ikkinchi gapimiz ham noto'g'ri ekan. Xo'p, uchinchi mulohazamiz. Grafiki koordinatalari boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan funksiyalar tog' funksiyalar hisoblanadi. Buni to'g'ri desak bo'ladi. Ikkita holat bor ustozlar. Juft funksiya
Demak, juft funksiyalar o, y o'qiga nisbatan simmetrik bo'lardi. Tog' funksiyalari esa koordinatalar boshiga nisbatan, ya'ni koordinatalar boshi degani 0,0 nuqtaga nisbatan simmetrik bo'lardi. Xo'p, birinchi ikkitasi noto'g'ri, uchinchisi to'g'ri. Demak, S javobga to'g'ri kelyapti, ustozlar. Birinchi ikkitasi to'g'ri, uchinchisi noto'g'ri. Xo'p, uchinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalaga. 10, 12, 14, 16. Kelinglar shunda bitta belgilash qilib olamiz. Xo'p, belgilash qilmasdan ham ketsak bo'lar ekan. Kelinglar birinchi ikkitasiga e'tibor qarataylik. Birinchi ikkitasiga e'tibor qarataylik. Umumiy ko'paytuvchi 10 kari 12. Birinchi ikkitasidan 10 kari 12 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, 14 kari 16 qo'shilgan 1 qoladi. Xo'p, keyingi ikkitasi xuddi shuni o'zi, ya'ni 14 kari 16 qo'shilgan 1 ni o'zi, keyingi qolgan ikkitasi. Xo'p, endi umumiy ko'paytuvchi bizda 14 kari 16 qo'shilgan 1. 14 kari 16 qo'shilgan 1 bu umumiy ko'paytuvchi bo'lyapti. Shuni ham yana qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bizda 10 kari 12 qo'shilgan 1 qolib ketadi, ustozlar. Xo'p, 14 kari 16 ga 1 ni qo'shsam, ya'ni birinchi qavsni hisoblasam 225 bo'ladi. Ikkinchi qavsni hisoblasam 121 bo'ladi, ustozlar. Xo'p, 225 dan 15 chiqadi, 121 dan 11 chiqadi. Ikkalasini bir-biriga ko'paytirsam 165 chiqar ekan. 165 degan javob bizda D variantimizda bor. Uchinchi masalamiz, ustozlar. A va B sonlari uchun e kubi n ga, e kubi m ga teng bo'lsa, A ko'paytirilgan B ni so'rayapti. Bizda o'zi qoida bor. Ixtiyoriy ikkita natural sonni e kubi bilan e kubini ko'paytirsak, shu ikkita sonni o'zini ko'paytirganimizga teng bo'ladi. Ya'ni e kub AB ko'paytiruv e kub AB A ko'paytiruv B bo'ladi. Xo'p, e kub bilan e kubni o'rniga m bilan n ni qo'ysam, bu m ko'paytiruv n ga mos keladi, ustozlar. Xo'p, biz demak bitta ish qilishimiz kerak. M ko'paygan n ni topib olishimiz kerak. Kelinglar, m qo'shilgan n barobar 35 dan ikkala tarafini kvadratga oshirsam nima bo'ladi? M qo'shilgan n ni kvadrati 35 ni kvadrati bo'lib qoladi. Xo'p, m kvadrat plus 2mn plus n kvadrat teng bo'ladi 35 ni kvadrati, adashmasam 1225. Xo'p, m kvadrat qo'shilgan n kvadratni o'rniga 925 ni qo'yaman. Demak, 925 qo'shilgan 2mn barobar 1225 bo'ladi. Bu tenglamadan 2mn ni topsam, xo'p, 300. M ko'paytiruv n ni topsam 150. Demak, A ko'paytirilgan B ni ham biz 150 desak bo'lar ekan. C variantga to'g'ri kelyapti, ustozlar. Keyingi masalamiz. Ayirmani 10 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Xo'p, 10 ga bo'lgandagi qoldiq, ustozlar, mana 10 ga bo'lgandagi qoldiqni men oxirgi raqam deb ketsam bo'laveradi. Oxirgi raqam bilan bir xilda, chunki xohlagan sonni tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Xohlagan sonni biz 10 ga bo'lgandagi qoldiqni oladigan bo'lsak, oxirgi raqamga teng bo'ladi. Xo'p, kelinglar 43-darajasini oxirgi raqamini topamiz. 3 ni darajalari 4 martada qaytariladi. 3 ni birinchi darajasi 3, kvadrati 9. Xo'p, 3 ni kubi 27, 7 bilan tugaydi. 3 ni 4-darajasi 81 bo'lib 1 bilan tugaydi. 3 ni 5-darajasi yana 3 ga keladi. Xullas, darajani 4 ga bo'lamiz. Darajani 4 ga bo'lamiz.
darajani 4 ga bo'lamiz. Chunki 4 martada qaytarilyapti. Xo'p, 43 ning ichida 4 10 marta bor va 3 qoldiq qoladi. Mana shu joyga e'tiborli bo'lasizlar. 3 qoldiq qoladi degani 3-darajasiga mos keladi degan. Qizil bilan belgilab qo'yapman. 3-darajasiga mos keladi degan. Demak, 43 ning 43-darajasini oxirgi raqami 7 ekan. Xuddi shunaqa 17 ni darajalari ham 4 martada qaytariladi. 17 ni 4 ga bo'lsam 4 bo'lib 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq qoladi. Demak, men hozir bittalab yozib chiqaman 7 ni birinchi darajasi. 7 ni kvadrati 49 bo'lib 9 bilan tugaydi. 7 ni kubi 3 bilan tugaydi. 7 ni 4-inchisi 1 bilan tugaydi. Endi 1 qoldiq qoldi degani birinchi darajasiga mos keladi degan. Shunda 17 ning 17-darajasini oxirgi raqami 7 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak hisoblaylik. 43 darajasi 43 ning oxirgi raqami 7, ayiramiz. 17 darajasi 17 ning ham oxirgi raqami 7. 7 dan 7 ni ayirsak, oxirgi raqam o'z-o'zidan 0 bo'lyapti. 0 bo'lgandan keyin buni 10 ga bo'lgandagi qoldiqni o'zi ham 0 bo'lar ekan ustozlar. Chunki 0 bilan tugagan har qanday son 10 ga bo'linadi. 0 bilan tugagan har qanday son 10 ga bo'linadi. Menimcha tushuntirib bera olyapman. Agar savollaringiz bo'lib qolsa, ustozlar chatga yozinglar. Zoomda YouTube'da iloji boricha shunga yozsangizlar, qarab ko'rib boraman. Xo'p, 5-masalamiz. M natural sonni 3 ga bo'lgandagi qoldiqda mana shu ifoda bo'lsa, A ning eng kichik qiymatini toping debdi. Xo'p, kelinglar ustozlar, maxrajini o'zini qanaqadir boshqa harf bilan belgilab olamiz. Masalan, T yoki B farqi yo'q. 3A qo'shilgan 1 ning darajasida 20 ni T deb belgilab olaylik. T deb olaylik. Xo'p, T kvadrat qo'shilgan 1 taqsim T. T kvadrat qo'shilgan 1 taqsim T ga keladi. Mana 40-darajasi bu T ning kvadratiga tushadi. 3 ga bo'lganda ustozlar, 3 ga bo'lganda yoki 0 bo'ladi, yoki 1 bo'ladi, yoki 2 bo'ladi. Endi 0 bo'la olmaydi, chunki suratini maxrajiga bo'lsangizlar hech qachon 0 bo'lmaydigan son. Suratini maxrajiga bo'lsangizlar hech qachon 0 bo'lmaydigan son. Demak, biz T kvadrat plus 1 taqsim T ni yoki 1 deb olamiz, yoki 2 deb olamiz. Boshladim. T kvadrat plus 1 taqsim T barobar 1. Demak, 1 ni o'ng tarafga ko'paytiraman. T kvadrat plus 1 teng T bo'ladi. T ni chap tarafga olib o'tsam, T kvadrat minus T qo'shuv 1 teng 0 bo'ladi. Diskriminantini topsangizlar ustozlar manfiy chiqadi, buni o'z-o'zidan bo'sh to'plam deyishga haqqim bor. Hisoblamab o'tirmayman. Diskriminanti manfiy chiqadi. Albatta bo'sh to'plam bo'ladi. Xo'p, endi T kvadrat plus 1 taqsim T ni 2 ga teng desam ustozlar, T kvadrat plus 1 barobar 2T bo'ladi. Buni chap tarafga olib o'tsam, T minus 1 ning qavs kvadratiga keladi. Bundan T barobar 1 chiqadi. Ya'ni, mana T barobar 1 chiqadi. Xo'p, endi bu tarafdan yozaman. 3A plus 1 ning 20-darajasi teng 1 bo'lsa, ikkita holat bor. 3A plus 1 teng 1, bundan A teng 0 chiqadi. 3A plus 1 teng minus 1, bundan A teng minus 2 taqsim 3 chiqadi. Bizdan kichikrog'ini so'ragandi. Adashmasam, hozir bitta qaytamiz.
eng kichkina qiymati ustozlar shunda -2 taqsim 3 bo'lar ekan. D variantga to'g'ri keldi. Xo'p, ustozlar agar savollaringiz bo'lsa, 5 gacha bo'lgan joydan chatga yozishlaringiz mumkin. Anaqa -1da 20-si ham 1ga teng bo'lganligi uchun 3ni -1ga ham tengladikmi shunda? Ha, shunaqa bo'ldi. -1 darajasi ham 20. 1 ga teng. Biz nolda olib ketishimiz. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Ustozlar, davom etsak bo'ladi. Ha, men savolimni chatga yozibman, mikrofonni ochiqligini bilmasdan. Shu misolda nimaga 0, 1, 2 ga tenglab oldik? Men shunga tushunmay qoldim. Shuni tanlab oldik. Mana 3 ga bo'lganda 3 dan kichkina qoladi. Ya'ni 0 qolishi Ha. mumkin, 1 qolishi mumkin, 2 qolishi mumkin. 3 ta holatdan bittasi. Sababi shunda. Ha, bo'ldi, rahmat. Mikrofonlar o'chirib qo'ysak bo'ladi ustozlar. Mikrofonlar o'chirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, mikrofonlar o'chdimi? Xo'p, davom etamiz. 6-masalamiz ustozlar. Bir fermada sigirlar soni ikkinchi fermadagi sigirlar sonidan 12% kam. Mana birinchi ferma, ikkinchi ferma deyman. Birinchi ferma, ikkinchi ferma. Aytayapti, birinchi fermadagi sigirlar ikkinchidagilardan 12% kam. Ikkinchida x ta sigir bo'lsa, birinchida 12% kam bo'ladigan bo'lsa, 0,188 x ga mos keladi. Ya'ni 100% dan 12% kam bo'ladigan bo'lsa, 88% ga to'g'ri keladi. 88% ga to'g'ri keladi. Endi aytayapti, ammo birinchi fermadagi har bir sigir ikkinchiga qaraganda 7,5% ko'p sut beradi. Ikkinchidagi sigirlarimiz y litrdan sut bersa, birinchidagilarimiz mana 100 ga 7 ni qo'shsam 107,5% bo'ladi. Shuni qismga aylantiradigan bo'lsam 1,1075 y ga aylanadi bu. Demak ustozlar, ikkinchi firmadagi jami sut x y bo'lsa, birinchi firmadagi jami sut, xo'p, 0,88 ni ko'paytirsangizlar 1,075 ga chiqadi 0,1946. Ko'rinib turibdi. Birinchi firmadagi sut kamroq. Endi necha foizga kam desa, mana bu oldidagi sonni birinchi 100 ga ko'paytirib olaman. 100 ga ko'paytirsam 94,6% ga to'g'ri keladi va bu 5,4% ga kam degan. Ya'ni birinchi ferma 5,4% ga kam bo'lish kerak. Bu yoqda ko'p ketib qolgan. Birinchi ferma 5,4% ga kam degan javob olinishi kerak edi. Menimcha sal kamchilik ketgan, o'sha kam ko'p emas, kam bo'lish kerak edi shu yerda. Xo'p, ishlanish yo'lini Kam tushungan berilgan bo'lishi kerak. Aha. Menimcha Saytda saytda to'g'ri kam bo'lsa- deb berilgan edi. Unda yaxshi. Demak, 5,4% ga kam degan variantni tanlab ketsak to'g'ri bo'ladi. Saytda to'g'rilangan bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q. Xo'p, davom etamiz. Keyingi masalamiz. 4 belgilasakchi. Hm? Ikkinchi ferma 5,4% belgilasakchi. Ikkinchi ferma 5,4% ga ko'p desak xato bo'ladi-da. Bu fikrimiz xato. Mana necha foizga kam desak 5,4% to'g'ri, lekin
necha foizga ko'p deganda 5,4% ko'p deyishimiz bu xato bo'ladi. Ikkalasi ikki xil. Ha, tushunarli. Xo'p, davom etamiz. 7-masalamiz. A shahardan birinchi velosipedchi yo'lga chiqdi. 15 minutdan keyin uning ortidan ikkinchi velosipedchi yo'lga chiqib, birinchi velosipedchini A shahardan 10 kilometr uzoqlikda yetib oldi. Ikkinchi velosipedchi A shahardan 50 kilometr uzoqlashganida, birinchi velosipedchi undan 20 kilometr orqada qolib ketdi. Xo'p, ikkinchi velosipedchini tezligini toping debdi. Xo'p, birinchi chizma chizib olamiz. A shahardan birinchi velosipedchi yo'lga chiqdi va 15 minut yurdi. 15 minut yurdi. Demak, ustozlar bitta narsani tushunib olaylik. Ikkalasini vaqtlari orasidagi farq, tafovut 15 minutda bu yoqda. Ya'ni ikkalasi 15 minut farq bilan A nuqtadan yoki A shahardan chiqadi. Xo'p, ular A shahardan 10 kilometr masofada uchrashdi. Mana shu 10 kilometr deylik. 10 kilometr masofada uchrashdi. Keyin aytayapti, ikkinchi velosipedchini endi tezligi ko'proq bo'lgani uchun, mana qizil bilan belgilab qo'yaman ikkinchi velosipedchini. Ikkinchi velosipedchi 50 kilometr yurgan joyda birinchi velosipedchi undan 20 kilometr orqada bo'lgan ekan. 20 kilometr orqada degani 10 kilometr yurgandan keyin yana 20 kilometr yurdi degan. Chunki orasidagi farq 20 kilometrlik ham bor. Mana shu chizmadagi sonlarni menimcha hamma tushundi. Aytgan sharti bo'yicha bitta-bitta joylashtirib chiqdim. Boshqa hech narsa qilganim yo'q. Xo'p, endi qaranglar. Uchrashgan joyini B nuqta bilan belgilab olaman. B nuqtadan birinchi velosipedchi 20 kilometr yo'l yurgancha, ikkinchisi 40 kilometr yo'l yurib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni birinchi velosipedchimiz 20 kilometr yo'l yurgancha, ikkinchi velosipedchimiz 40 kilometr yo'l yurib qo'ygan bo'ladi. Men mana shu yerda bitta narsani o'zim uchun tushunib olsam bo'ladi. Birinchi velosipedchini tezligini v desam, ikkinchi velosipedchini tezligi shunda 2v bo'lar ekan. 2v bo'ladi. Mana shu narsani o'zim uchun xulosa qilsam bo'ladi. Endi nima qilsak bo'ladi? Xo'p. Demak, 50 kilometrni 2v tezlik bilan 50 taqsim 2v vaqtda bosib o'tadi. Ikkinchi velosipedchi. Birinchi velosipedchi esa 30 kilometrni v tezlik bilan bosib o'tadi. Ya'ni 50 taqsim 2v bu ikkinchini vaqti. 30 taqsim v esa bu birinchini vaqti, ustozlar. Chunki birinchi velosipedchi jami 30 kilometr yurdi. Ikkinchi velosipedchi esa jami 50 kilometr yo'l yurdi. Va boshida aytdim ustozlar, orasidagi vaqt tafovuti bizda 15 daqiqa. Ya'ni tenglamasini ko'rinishini o'ng tarafdan yozib olaman. 30 taqsim v ayru 50 taqsim 2v teng 15 minutni 1 taqsim 4 soat deyman. 1 taqsim 4 soat deyman. Xo'p, 30 taqsim v ayru 25 taqsim v barobar 1 taqsim 4 bo'ladi. Tenglamadan ustozlar v ni topadigan bo'lsam 20 chiqar ekan. 20 kilometr soat. Lekin bizdan ikkinchi velosipedchini so'ragani uchun ikkinchi velosipedchini tezligini biz 2v deb oldik. 20 ni 2 ga ko'paytirsak javobi 40 chiqar ekan. Mana bu ikkinchi velosipedchini 2v deb nimaga olganingizni tushunmay qoldim. Xo'p, mana qarang. B nuqtada uchrashdi ular. Ular B nuqtada uchrashdi. Aytayapti, birinchi velosipedchi 50 kilometr yurganda orasidagi masofa 20 kilometr bo'lib qoldi mana. Qora bilan belgilab qo'yapman. Bu degani ikkinchi velosipedchi 50 kilometr masofani bosib o'tgan payti, birinchisi 30 kilometr masofani bosib o'tdi desak ham bo'ladi. Yo'q, adashdimmi? Yo'q. Pastdan adashdim uzr. Birinchi velosipedchi 20 kilometr bosgan payti,
ikkinchisi 40 kilometr bosganini tushunsak bo'ladi. Chunki B nuqtadan uchrashganidan keyin mana shundan keyingi vaqtiga e'tibor bersangiz, ya'ni B dan keyingi vaziyatga e'tibor bersangiz, birinchi velosipedchi 20 yurganida ikkinchisi 40 yuryapti. Ya'ni masofasi 2 barobar farq qilgandan keyin tezliklari ham 2 barobar farq qiladi. Bir-biridan. Rahmat. Tushundim. Xo'p, davom etamiz ustozlar. 8-masalamiz. Zavod mashina ishlab chiqarish bo'yicha vazifani 15 kunda bajarish kerak edi. Demak, kunlik normamizda X va 15 kunda bajarishimiz kerak. Demak, umumiy miqdor 15 kara X bo'ladi. Xo'p. Demak, yangi texnologiya joriy qilib, har kuni rejadan tashqari ikkita ortiq mahsulot tayyorlabdi. Demak, endi kuniga ikkitadan emas, X plus 2 ta mahsulot tayyorladi va muddatidan 2 kun oldin bajardi. Demak, 15 kunda emas, 13 kunda bajardi. Shunda 13 ko'paytirilgan X plus 2 ta mahsulot hosil bo'ladi, tayyor bo'ladi. Va shu rejadagidan, ya'ni 15 kara X dan 6 ta ko'proq ekan. Tenglamani ko'rinishini tuzib oldim. Qavs ochamiz endi. Chap tarafimiz 13x qo'shuv 26, o'ng tarafimiz esa 15x qo'shuv 6. Shunda 13x ni o'ngga, 6 ni esa chapga olib o'taman. Demak, 2x barobar 20 bo'ladi, x barobar 10 bo'ladi. Xo'p, bizdan nimani so'radi? Zavod 15 kunda reja bo'yicha deyapti, ya'ni rejadan tashqarisini emas, rejani o'zini so'ragan. Ya'ni 10 ko'paytiruv 15 ni. 150 ta mashina ishlab chiqarishi kerak edi. D javob to'g'ri bo'ladi ustozlar. Davom etamiz. 9-masala. Tenglama kamida 3 ta yechimga ega bo'ladigan A ning butun qiymatlari nechta debdi. Xo'p, ustozlar, chap tarafni grafikini chizsangizlar, o'z-o'zidan ko'rinib qoladi. Chap tarafni modulda y deyman. Bu ham teng modulda x kvadrat minus 6x plus 9 dan 2 ni ayirganimiz. Bu ham teng x minus 3 ning kvadrati minus 2 ni modulli grafiki bo'ladi. Hozir birgalikda chizamiz sizlar bilan. Xo'p, x minus 3 ni grafikini chizaman birinchi. Shtrix bilan chizaman. Mana tasavvur qilinglar, x minus 3 ni grafigini qora shtrix bilan chizdim va shuni 2 birlik pastga tushiradigan bo'lsam, 2 birlik pastga tushiradigan bo'lsam, taxminan men qora bilan chizganim. Mana shunaqa grafik hosil bo'ladi. Buni y o'qiga mos keladigan qiymati minus 2, ya'ni parabolamizni uchi minus 2 nuqta bo'ladi. Parabolamizni uchi. Lekin bizga modul bergan. Ya'ni modul bo'lsa nima bo'lardi? Pastdagi qismi yuqoriga simmetrik ko'chardi. Pastdagi qismi yuqoriga simmetrik ko'chardi. Hozir qizil bilan haqiqiy grafikini chizib qo'yaman, qalinroq qilib. Mana qizil bilan chizayotgan grafigim menda haqiqiy grafikim. Ya'ni modulli funksiyamizni grafigi bo'ldi. Buni y ga mos keladigan nuqtasi 2 ligicha qolaveradi. Shtrix bilan ko'rsatib qo'ydim. Xo'p, endi A degan chizig'imiz qayerdan o'tsa, tenglamamiz kamida 3 ta yechimga ega bo'ladi. A degan chizig'imiz qayerdan o'tsa, tenglamamiz kamida 3 ta yechimga ega bo'ladi. Xo'p, A chizig'imiz parabolamizni uchiga urinib o'tadigan bo'lsa, aniq 3 ta bo'ladi. Aniq 3 ta bo'ladi va orada kesib o'tadigan bo'lsa 3 tadan ko'p, ya'ni 4 ta bo'ladi. Ya'ni yo 3 ta bo'lish kerak, yo 4 ta bo'lish kerak. Undan ortiq bo'lmaydi, ya'ni 5 ta, 6 ta yechim bo'lmaydi hech qachon. Yoki 3 ta bo'ladi, yoki 4 ta bo'ladi, yoki 2 ta bo'ladi, yoki bo'sh to'plam bo'ladi. Ya'ni holatlari bor-da. Mana shu chizig'imiz, demak, 0 dan katta, lekin 2 dan kichik yoki teng bo'lsa, mana
a chizig'imizni qiymati 0 dan katta lekin 2 dan kichik yoki teng bo'lsa, funksiyamiz yoki 3 ta yoki 4 ta yechimga ega bo'ladi. Lekin bizdan a ni butun qiymatlari nechta debdi? Butun a'lar bizda demak 1 va 2. Jami 2 ta bo'lar ekan. Shunda B javobga to'g'ri kelyapti. Xo'p, savollar bormi ustozlar? Uchta yechimga ega bo'ladigan bitta bo'lmaydimi? Yo'q, 3 ta demagan, kamida 3 ta deganda. Mana shu yerga e'tibor bering. Kamida 3 ta degan. Kamida 3 ta. Tushunarli. Xo'p, 10-masalamiz. Demak, o'suvchi arifmetik progressiyaning dastlabki 3 ta hadi yig'indisi 21 ga. O'suvchi arifmetik progressiya demak A1, A2, A3 teng 21 ekan. Bilasizlar, A1 bilan A3 ni yarmi A2 ga teng. Arifmetik progressiya xossasiga ko'ra, bundan A1 bilan A3 ni yig'indisi demak 2 ta A2 ga to'g'ri keladi. Xullas, A1 bilan A3 ni o'rniga 2 A2 qo'ysak, 3 A2 barobar 21, A2 barobar 7 bo'lib qolar ekan. A2 ni qiymatini topdik hozircha. Hozircha A2 ni qiymatini topdik. Xo'p. Kvadratlar yig'indisi. Demak, A1 ni 7 minus D deb olaylik. A3 ni 7 plus D deb olaylik. Shunaqa deb olsak, qulayroq. D bilasizlar, progressiya ayirmas. Xo'p, 7 minus D ning kvadrati qo'shilgan 7 ning kvadrati qo'shilgan 7 plus D ning kvadrati teng 179. To'g'ridan to'g'ri soddalashtirib ketaman, rozi bo'lsangizlar. 49 kara 3 hosil bo'ladi. Chunki 3 ta 7 ni kvadrati qatnashadi. Plus 2D kvadrat hosil bo'ladi. Qolgan qismi qisqarib ketadi. 2D kvadratni topsak, 179 dan 147 ni ayirsak, 32 bo'ladi. Demak, D ni qiymati to'g'ri ekan. Chunki o'suvchi deyapti-da. O'suvchi deyapti. Xo'p, endi A1 ni topsam 3 bo'ladi. 7 dan 4 ni ayiryapman. Bizdan 10 ta hadi yig'indisini so'ragan. S10. S10 ni formulasi bor. Faqat A1 va D ga bog'liq formulasini yozaman. A1 3 bo'ldi, D 4 bo'ldi. Xo'p. 2A1 plus 9D taqsim 2 ko'paytiruv 10 desam bo'ladi. Faqatgina A1 va D ga bog'liq formulasi bor. 2 kara 3 qo'shuv 9 kara 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. Xo'p, hisoblasak. 36 21 210 bo'lib qolar ekan. 210 degan. Shunaqa javobimiz bormidi bizda? 210. Bor ekan ustozlar, B javobda turibdi. Xo'p, agar savollaringiz bo'lib qolsa, so'rashlaringiz mumkin. Biz davom etamiz. 11-tenglama. Xo'p, butun ildizlari sonini toping debdi. O'zi odatda butun desa, ustozlar, mana bu kosinus x teng 1 yoki sinus x teng 1 degan tenglamalarni yechish ham shart emas, chunki buni yechimi albatta irratsional son chiqadi har qanaqasiga. Kelinglar, shuni yechib tekshirib ko'raylik. Kosinus x minus 1 qachon 0 bo'ladi? Qachonki kosinus x ni qiymati 1 bo'lsa. Xo'p, bu tenglamamiz demak xususiy yechimi bor, ya'ni x barobar 2 pi n degan. Bilasizlar, pi degani irratsional son, uni n ga ko'paytirganim bilan baribir qiymati butun bo'lmaydi. Irratsional son bo'ladi. Xo'p, endi 16 minus x kvadrat qachon 0 bo'ladi? 16 minus x kvadrat qachon 0 bo'ladi? Bu x kvadrat teng 16 bo'lganda. Bundan ikkita yechim chiqadi. Plus minus 4. 0-dachi?
Ha, 0 qiymati bor aytgancha. Hozir. 0 qiymati ham bor-ku aytgancha. Adashdim, to'g'ri. 0 qiymat qoldirib ketibman. Demak, 0 da faqat bitta ekanda bunda. Yaxshi. Ikkinchi holatimizda plus minus 4 bo'lib qoladi. Bunda demak 2 ta. Bunda 2 ta. Xo'p, uchinchi holatimiz 7 darajasida 2x minus 1 minus 49 teng 0 bo'ladi. Buni qachon 0 bo'ladi desangizlar, 7 darajasi 2x minus 1 49 bo'lishi kerak. Va 49 ni ham 7 ni kvadrati desak bo'ladi. Demak, 2x minus 1 barobar 2, x ni topadigan bo'lsam 1,5. Endi bu butun son emas. Shunda jami 3 ta holatda butun bo'lar ekan. Tenglamamiz ildizlari 3 ta holatda butun bo'lar ekan. Nol bor, to'g'ri. Xo'p, manimcha 11 bo'yicha. Bittasi. Va n teng 0 da n barobar 0 da shunaqa bo'ladi. Ha, rahmat. N barobar 0 da. O'sha kosinus 0 da 1 ga teng-ku, 1/1 bo'lib tenglamani qanoatlantiradi. Shunaqa. Xo'p, davom etamiz ustozlar. Keyingi masalamiz. 4 bo'lmaymi shuni javobi? Nimaga? 1,5 ni qo'shmadik nega? Butun son emas. Yo'q, 1,5 kasr sonda. Butun son emasda. Butun sonlar to'plamiga Ratsional. kirmaydi. Yo'q, ratsional sonlarga kiradi 1,5. Ratsional son desangiz bo'ladi 1,5. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, 12. Demak, 2 darajasi x belgilab olamiz bunda. 2 darajasi x ni t desam, t kvadrat plus 18t kichik yoki teng 19 karra t. Chap tarafga olib o'tsam 18t yozilib ketdi, ustozlar uzr. 18 ni o'zi. T kvadrat minus 19t plus 18 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Xo'p, endi ikkita qavsga ajratsak bo'lar ekan. T minus 1 karra t minus 18 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Xo'p, menimcha ajratayotganim bo'yicha savollar bo'lmasa kerak. Son o'qida demak 1 bilan 18 ni qo'yamiz, interval qilamiz. Xo'p, plus minus plus. Bizga demak 1 dan 18 gacha oraliq kerak ekan. Bu yerda ustoz tini belgilab oldik-ku 2x deb. Endi shu oraliqqa tani qo'yamiz-da, a? Shunaqa, Bo'ldi. hozir hech bo'lmadim hali. 4 darajadagi sonlarni olamizda, 4 bilan 16 bo'ladi-da. Hozir ustozlar hali to'liq hech bo'lmadim. Hozir 1 minut. Mikrofonlar o'chirib qo'yaylik ustozlar, hali to'liq hech bo'lmadim. 1 dan katta yoki teng t, kichik yoki teng 18 bo'ladi, buni yechimi. Endi t ni o'rniga qo'yamiz. Boshida belgilab olganimiz, ya'ni t ni o'rniga 2 darajasi x qo'yamiz. Demak, 1 dan katta yoki teng 2 darajasi x kichik yoki teng 18 bo'ladi. Xo'p, shuni qanoatlantiradigan nechta butun son bor? Biz buni yechimini logaritmda ham chiqarsak bo'ladi, lekin bizdan butunini so'ragan. Boshladim. 0 qo'ysam to'g'ri keladi. Chunki 2 darajasi 0 1 ga teng. 1 qo'ysam to'g'ri keladi, 2 qo'ysam to'g'ri keladi, 3 qo'ysam va 4 qo'ysam to'g'ri keladi. Lekin 5 va undan kattasida 2 ning 4-chisi, 2 ning 5-chisi, 2 ning 6-chisi o'sha 18 dan kattalashib ketadi. Xo'p, 0 dan 4 gacha raqamlar yig'indisi 10 ga teng. Demak, A variantiga mos keladi. Xo'p, davom etamiz.
masalamiz ustozlar. Demak, tenglama ildizlari kvadratlari yig'indisini toping debdi. Aniqlanish sohasini olsam, logaritm asosida x plus 2 bor, x plus 3 bor. Ikkalasi ham 0 dan katta va 1 ga teng emas. Xo'p, bularni oraliq qilib yechish niyatim yo'q. Faqatgina oxirida javobini shu oraliqqa tushadigan qilib tanlab olsak bo'ldi. Ya'ni bir nechta yechim chiqadigan bo'lsa, shu oraliqlarga tushadigan qilib tanlab olsak bo'ldi. Xo'p, logaritm x plus 2 asosga ko'ra umumiy ichini necha deb olsak, natija bizda 0 bo'ladi. Tabiiyki, ichini 1 deb olishga majburmiz. Chunki logaritm a asosga ko'ra 1 0 ga teng. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra logaritm x plus 3 asosga ko'ra 11x kvadrat plus 46x minus 41 ni teng 1 deymiz. Teng 1 deb olamiz. Endi logaritm 2 asosni ichi demak 2 ga teng bo'lishi kerak, natija 1 bo'lishi uchun. Yozamiz demak. Logaritm x plus 3 asosga ko'ra 11x kvadrat qo'shuv 46x minus 41 teng 2 bo'lishi kerak. Endi 2 x plus 3 ni darajasiga chiqib ketadi. Ya'ni 11x kvadrat plus 46x minus 41 demak teng bo'lishi kerak ekan. X plus 3 ning qavs kvadratiga. Xo'p, ana endi tenglamani yechishni boshladim. 11x kvadrat plus 46x minus 41 teng x kvadrat plus 9 yo'q, x kvadrat plus 6x plus 9 bo'ladi. Chap tarafga olib o'tsak 10x kvadrat qo'shuv 40x ayru 50 teng 0 bo'ladi. 10 ga bo'lib yuborsam x kvadrat qo'shuv 4x minus 5 teng 0. Xo'p, ustozlar bunda ikkita yechim chiqadi. Bittasi minus 5. To'g'ridan to'g'ri yozib ketaman, rozi bo'lasizlar. Bittasi minus 5, bittasi 1. Xo'p, minus 5 degan yechim tabiiyki olinmaydi. Nimaga desangizlar? Aniqlanish sohamizga tushmaydi. Ya'ni minus 5 ni yuqoridagi ifodalarga olib borib qo'ysangizlar, natijamiz musbat bo'lmaydi. Ya'ni x plus 2 0 dan katta bo'lmay qoladi. Tabiiyki 1 ni olishga majburmiz. Demak, yechim bitta bo'ladi va uni kvadratini o'zi ham 1 ga teng. Ya'ni yig'indi yo'q, faqatgina bitta yechim bor. Amcha tushuntirib bera oldim. Xo'p, 14-masala. Geometrik progressiyaning 1, 3 va 5 hadlari mos ravishda xo'p, yozaylik. 1, 3 va 5 hadlari mos ravishda arifmetik progressiyani 1, 4 va 16 hadlariga teng bo'lar ekan. Arifmetik progressiyaning 1 hadi, ya'ni A1 ham B1 ham 5 ga teng deyapti. A1 ham B1 ham 5 ga teng deyapti. Geometrik progressiyaning 4-hadini toping debdi. Xo'p, kelinglar geometrik progressiyani quyidagicha hosil qilib olaylik. 1-hadi 5 bo'lsa, 3-hadi 5 ko'paytirilgan q'ning kvadrati desam, menimcha qarshilik bo'lmaydi. Chunki maxrajini q deb olyapman. 1-hadi 5 bo'lsa, 2-hadi 5 karra q, 3-hadi 5 karra q'ning kvadrati bo'ladi. Va 5-hadi 5 karra q'ning 4-darajasiga to'g'ri keladi shunda. 5 karra q'ning 4-darajasiga to'g'ri keladi. Endi A1, A4, A16lardan qanday foydalanish mumkin desangizlar, 5 q kvadratdan 5 ni ayirsam, 5 q kvadratdan 5 ni ayirsam, ya'ni A4 dan A1 ni ayirsam, menda 3 ta d hosil bo'ladi. Va xuddi shunaqa 5 q ni 4-sidan 5 q ni 4-sidan
5q ni kvadratini ayirsam, manda 16 hadidan 4-chi hadni ayirsam 12d hosil bo'lib qoladi. Ya'ni d bu yoqda progressiya ayirmasi. Xo'p, endi nisbat olib yuboramiz. Tepamiz 5 ko'paytiruv q kvadrat minus 1. Mahrajimiz esa 5q kvadrat ko'paygan q kvadrat minus 1. Mahrajdan 5q kvadratni qavsni tashqariga chiqardim. Umumiysini ya'ni. Shunda 3d taqsim 12d bilasizlar 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. d lar qisqarib ketadi. Q kvadrat minus 1 lar ham qisqaradi. 5 ham qisqaradi. Proporsiya qilsam, ustozlar q kvadrat barobar 4 chiqib qoladi. Xo'p, endi o'suvchi bo'lgandan keyin arifmetik ham, geometrik ham babi o'suvchi bo'lgandan keyin q barobar 2 ni, ya'ni musbatini olamiz. Musbat bo'lgandan keyin q 2 chiqdi, b1 bor. Xo'p. b4 ni so'rayapti. b4 teng b1 ko'paytirilgan q darajasida 3. 5 ko'paygan 8. 40 chiqar ekan. Xo'p, ustozlar, savollar bo'lsa so'rashlaringiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lmasa davom ettiramiz. Xo'p, 15. 4 ta turmush qurgan juftlik to'g'ri bir qatorga har bir juftlik yonma-yon o'tirish sharti bilan eng ko'pi bilan nechta xil usulda o'tirishlari mumkin debdi. Xo'p, birinchi oilani A deyman. A oila deyman. Uni a'zolari A1 A2 bo'lsin. Ikkinchi oilani B deyman. Uni a'zolari B1 B2 bo'lsin. Uchinchi oilani S deyman. Uni a'zolari S1 S2 bo'lsin. To'rtinchi oilani D deyman. Uni a'zolari D1 D2 deyman. Bilasizlar, bu yoqda A1 A2, B1 B2, S1 S2, D1 D2 lar nima deydi? O'zgarib ketmaydi, yonma-yon turadi. Yonma-yon turadi. Endi kelinglar, A1 A2 ni o'zini necha xil usulda yonma-yon qo'ysa bo'ladi desa 2 faktorial deysizlar. Chunki yo A1 A2 yoki A2 A1 ikkalasidan bir. Ya'ni 2 xil usulda yonma-yon qo'yish mumkin. Xuddi shunaqa B1 B2 ni ham 2 faktorial xil usulda yonma-yon qo'ysa bo'ladi. S1 S2 ni ham 2 faktorial xil, D1 D2 ni ham 2 faktorial xil usulda yonma-yon qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi oilalarni o'zini ham baribir almashtirish mumkin. Mana A, B, C D oila kelgani bilan A, C, B, D oila kelgani har xil bo'lib qoladi. Ketma-ketligi o'zgaradi. Demak, biz 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial ko'paygan 2 faktorialni, ya'ni 4 ta 2 faktorial ko'paytmasini ko'paytirishimiz kerak yana 4 faktorialga. Ya'ni 4 ta oilani ham o'zini o'rin almashtirishlari soni 4 faktorialga keladi. Xo'p, hisoblasak buni. 2 faktorial 2 bo'lsa, demak 2 ning 4-inchisi 16 kara 4 faktorial bizda 24. Adashmasam 384 chiqadi. Demak, D javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, savollar bormi ustozlar? 15 bo'yicha. Agar savollaringiz bo'lsa, chatga ham yozsangizlar bo'ladi. Zoom chatiga ham, YouTube chatiga ham yozsangizlar, qarab javob berib ketishga harakat qilaman. Tushunarli. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. 2 faktorial qayerdan kelganini tushungan bo'lsangiz, bu yoq oson. 2 faktorial degani yo A1 A2 yoki mana AB ketma-ketligini yo AB yoki B holatda qo'ysak bo'ladi. Yoki AB yoki B. Ko'paytirdik shuni ustoz. Sababi o'rin almashtirishlari soni shunaqa edi. O'rinlashtirish desak ham bo'ladi. 4 ta elementni bitta qatorga navbat bilan tersak, 4 faktorial xil usul bo'ladi.
Mana A, B, C, D yoki A, C, B, D mana har xil o'rin almashib keladi-ku, o'shalarni umumiy kombinatsiyasi 4 faktorial bo'ladi. Ketma-ketlikni. Rahmat. Xo'p, davom ettiramiz. Keyingi masalamiz. 3 ta mergan baravar nishonga qarata o'q uzishda bitta o'qning nishonga tegish ehtimoli shunga teng. Agar birinchi merganning bitta otishda nishonga tegish ehtimoli 0.7, ikkinchi mergan uchun bu shu bo'lsa, uchinchi mergan uchun hop. Bunda tenglama qilib chiqargandim. Tenglama quyidagicha bo'ladi. Birinchi merganni nishonga tegizish ehtimoli 0.7 bo'lsa, qizil bilan yozaman, tegizmasligini 0.3 bo'ladi. Ya'ni nishonga tegizish ehtimoli 0.7 bo'lsa, tegizmasligi 0.3 bo'ladi. Xuddi shunaqa ikkinchi merganni nishonga tegizish ehtimoli 0.6 bo'lsa, tegizmasligi 0.4 bo'ladi. Va uchinchi merganni nishonga tegizish ehtimoli x bo'lsa, tegiza olmasligi 1 - x bo'ladi. Tegiza olmasligi 1 - x bo'ladi. Endi kelinglar tenglama tuzib olamiz. Bitta o'q nishonga tegsin desa, qaysidir bittasi nishonga tegizadi, qolgan ikkitasi tegiza olmaydi. Ya'ni aytaylik, birinchi mergan nishonga tegizsa, ikkinchi bilan uchinchi aniq nishonga tegiza olmaydi. Shunaqa holatlarni ko'rishimiz kerak. Xo'p, birinchi mergan nishonga tegizsin desam, shunda birinchi mergan nishonga tegizish ehtimoli 0.7, ikkinchi bilan uchinchi tegiza olmaydi. 0.4 bilan 1 - x bo'ladi. 0.4 bilan 1 - x bo'ladi. Xo'p, ikkinchi mergan nishonga tegizsin desak, ya'ni 0.6 ni o'zini olsak, birinchi mergan ham nishonga tegiza olmaydi, uchinchi mergan ham nishonga tegiza olmaydi. Va uchinchi holatimiz, uchinchi mergan bizda nishonga tegizsin desam, ya'ni x ni o'zini olsak, birinchi ham nishonga tegiza olmaydi, ikkinchi ham nishonga tegiza olmaydi. Mana shu yig'indini aytmoqchiki bizga 0.392 deb. Mana shu yig'indini. Xo'p, tenglamani agar soddalashtiradigan bo'lsak, tenglamani soddalashtirsak, hop 28, 18. Qamslarni tushsak. Tenglamani tuzilishi bo'yicha ustozlar savollaringiz bo'lsa aytinglar. Tenglamani tuzilishi bo'yicha. Xo'p, x larni soddalashtirsam ustozlar 0.1034 bo'lib qolar ekan. 18. Yo'q, 0.134 bo'lib qolar ekan. Agar x larni soddalashtirsam 0.134 x teng bo'lib qoladi. Xo'p, sonlarni soddalashtirsak. Tak. 46. Nol butun 0.68 bo'lib qolar ekan. Ya'ni x larni alohida, sonlarni alohida soddalashtirsak, mana shu holatga keladi. Bundan x ni topadigan bo'lsam, 0.10 bo'lib qolar ekan. Demak, uchinchi merganni bitta otishda nishonga tegizish ehtimoli 0.12 desak, to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, 0.2 degan javob bormidi? C variantda bor ekan ustozlar. Xo'p, savollar bormi? Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa aytinglar. Bo'lmasam davom ettiramiz ustozlar. 17-masalamiz. Xo'p, yoyilmaning 3-xadi o'zgarmas sondan iborat bo'lsa, xo'p, 3-xadini qanday topamiz? Newton binomini ochib chiqardik ustozlar. Birinchi xadi 2x darajasida m bo'lardi.
va s m dan 0 bo'lardi. Birinchi xadi. Ikkinchi xadi 2x darajasida m minus 1 bo'lardi va 1 taqsim x kvadrat bo'lardi va uni yonida s m dan 1 bo'lardi. Uchinchi xadi 2x darajasida m minus 2 bo'lardi. 1 taqsim x kvadratning kvadrati bo'lardi va s m dan 2 bo'lardi. Mana shu uchinchi xadi o'zgarmas son bo'lsin degani x lar qisqarib ketsin degani. Mana 2x ni m minus ikkinchisidagi x bilan 1 taqsim x kvadratdagi shuni kvadrati qisqarib ketishi uchun m minus 2 to'rtga teng bo'lib qolishi kerak. M minus 2 to'rtga teng bo'lib qolishi kerak. Bundan m ni topadigan bo'lsam 6 chiqadi. Xo'p, aytyapti endi. Bu xat x ning qayta. Endi bu xatni son qiymatini topadigan bo'lsam nima bo'ladi? 2x ning 4-si 1 taqsim x kvadratning kvadrati ko'paygan s 6 dan 2. Xo'p, 16x4 ko'paytiruv 1 taqsim x4 ko'paytiruv s 6 dan 2 bu 6 faktorial taqsim 4 faktorial kara 2 faktorial. Hisoblasak. Demak, 15 240 bo'lar ekan. 240 bo'lar ekan. Xo'p, endi mana shu 240 1 plus x kub darajasi 30 yoyilmasidagi ikkinchi xatga teng. Birinchi xat nima bo'ladi? 1 darajasida 30 ko'paygan s 30 dan 0 bo'ladi. Ikkinchi xat 1 darajasida 29 ko'paytirilgan x kubni o'zi ko'paytirilgan s 30 dan 1 bo'lib qoladi. S 30 dan 1. Mana shu xadi va hokazo ketadi. X kub ko'paygan 30 xadi 240 ga teng. Mana sharti bo'yicha shunaqa deyapti. Bu xat mana bu xatni topdi 240 ligini. Mana 1 plus x kubni 30-darajasini ochganimizda ikkinchi xadiga teng bo'ladi deyapti. Ikkinchi xadini x kub kara 30 ekanligini ham topdi. Xo'p, oddiy tenglama hosil bo'lib qoldi. Bundan x kubni topsam 8 chiqadi. X ni topadigan bo'lsam 2 bo'lib qoladi. Xo'p, savollar bormi ustozlar 17 bo'yicha? Ustoz, anavi Bo'lsa- x ni kubini qavsga olib 1 deb ketsangiz, darsga kirmaganlar ham tushunib olardik nimada. Ha, Chunki x ni kubini birinchisi bo'ldi, mana yozib qo'ydim. 1 ni 29-si x kubni birinchisi. Xo'p, 18 ga o'tamiz ustozlar. Muammo bo'lmasa hozirgacha 18 ga o'tamiz. Demak, f at x taqsim 2 teng x kvadrat ko'paygan j 3x minus 2 bo'lsa, xo'p. Kelinglar ustozlar, mana shu holatida, mana shu holatda x ga 2 qo'ysam nima hosil bo'ladi? Chap tarafimiz f1, o'ng tarafimiz esa 4 ko'paygan j4 bo'ladi. f1 4 ga teng bo'lsa, demak 4 j4 1 bo'lib qoladi. Bundan j4 ni qiymati 1 ekanligi kelib chiqadi. j4 ni qiymati 1 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, ana endi ikkala tarafdan hosili olamiz. Shunaqa misollar lekin qiziq. fx taqsim 2 teng x kvadrat ko'paytirilgan j 3x minus 2 qiyin emas. Chap tarafdan ham alohida, o'ng tarafidan ham alohida hosila olamiz. Chap tarafimiz ustozlar 1 taqsim 2 ko'paytirilgan f hosila x taqsim 2 bo'ladi. Endi 1 taqsim 2 qayerdan keldi desangizlar, bu murakkab funksiya bo'lgani uchun ichkaridagi koeffitsient oldinga chiqadi. Murakkab funksiya bo'lgani uchun. Murakkab funksiya hosilasida bor. Ichkaridagi koeffitsient oldinga chiqadi. Bu ham teng. O'ng tarafimiz ko'paytma. Ko'paytmani hosilasini bilasizlar. Birinchi x kvadratdan hosil olaman. 2x bo'ladi. j 3x minus 2 o'zgarmaydi. Qo'shilgan. Endi j dan hosila olsam 3 oldinga chiqadi. 3 kara
j hosila 3x minus 2 kara x kvadrat bo'ladi. Endi ikkala tarafga x ni o'rniga 2 qiymat qo'yaman. Ikkala tarafiga x ni o'rniga 2 qiymat qo'yamiz. Xo'p, shunda chap tarafimiz nima bo'ladi? 1 taqsim 2 f hosila 1 teng. O'ng tarafimiz esa 4 ko'paytiruv j 4 plus 3 ko'paytiruv j hosila 4 ko'paytirilgan yana 4. X ni o'rniga 2 qiymat qo'ydim. Ya'ni x teng 2 ni yuqoridagi ifodaga qo'ydim. Xo'p, endi bundan f hosila 1 ni topsam, 2 ko'paytirilgan hisoblaymiz endi. 4 kara j 4 ni o'rniga 1 qo'yaman plus 3 kara j hosila 4 ni o'rniga 1 taqsim 3 qo'yaman. Ko'paygan 4. Xo'p, 3 bilan 3 qisqaradi. 4 ga 4 8, 2 ga ko'paytirsak, demak 16 bo'lib qolar ekan. Hisoblasak 16 chiqar ekan. A javobda. A javobda bor. Menimcha tushuntirib bera oldim ustoz. Davom etamiz. 19. A va B bir-biridan farqli musbat butun sonlar uchun fx ni qiymati x plus 1 darajasida a ko'paygan x plus 1 darajasida b bo'lsa va f hosila 0 10 bo'ladigan bo'lsa, a ko'paygan b ning eng katta qiymati nechaga teng bo'ladi? Xo'p, bu ko'paytma bo'lgandan keyin ko'paytmani hosilasi nima bo'lardi? Birinchi ifodani hosilasi ko'paygan x plus 1 b ni o'zi, x plus 1 darajasida b ni hosilasi ko'paygan x plus 1 darajasida a ni o'zi. Bu ham teng. Xo'p, a oldinga tushadi. Darajadan 1 ni ayiramiz. Ko'paytiruv x plus 1 darajasida b. Qo'shuv b oldinga tushadi. Darajadan 1 ni ayiramiz. X plus 1 darajasida a ni o'zi. Xo'p, endi x ni o'rniga 0 qo'ysam, birinchi qavsning qiymati ham 1 bo'ladi, ikkinchi qavsning qiymati ham 1 bo'ladi. Chunki 0 qo'yganimdan keyin qavsning ichi 1 chiqadi, 1 ni har qanday darajasi baribir 1 ga teng. Va a qo'shilgan b qolib ketadi. 0 qo'ysam agar. Xo'p, a qo'shilgan b demak 10 ga teng ekan. Xo'p, yig'indi 10 bo'lsa, ko'paytmani eng katta qiymati nima bo'lardi? Buni funksiya sifatida ham olsa bo'ladi yoki shunchaki 5 bilan 5 tanlasa ham bo'ladi. Endi 5 bilan 5 ni nega olishimizni isbotlab ketamiz. A ko'paygan 10 minus a deyman b ni o'rniga. Qavsni ochsam minus a kvadrat qo'shuv 10a. Bu qaraqadir funksiya bo'lsa, a ga bog'liq, xuddiki fx teng minus x kvadrat qo'shilgan 10x ko'rinishda. x0 ni topsak 5 chiqadi, o'rniga qo'ysak f5 ni qiymati 25 bo'ladi. Ya'ni ko'paytmamizning eng katta qiymati ustozlar 25 ekan. Javob. Bir-biridan farqli musbat. Adashdim ustozlar, bir-biridan farqli degan joy bor ekan. Farqli bo'lsa 5 emas, 4 va 6 ni olamiz. 4 va 6 ni olamiz. 4 va 6. Mana bu joyga e'tibor beryapman. Bir-biridan farqli desa 4 va 6. Demak, to'g'ri javob bizda b bo'ladi. Maksimumni olib ketib qoldi işte. Shunaqa. Eng kattasini olib ketib qolibman. 5 bilan 5, ya'ni farqli degan joy bo'lmasa edi, biz javobimiz to'g'ri bo'lardi. Xo'p, davom etamiz. 20-masala. 20-masala. Demak, 4x plus 5 ni integralini hisoblaymiz. Nima bo'ladi? 4x plus 5 da 2x kvadrat qo'shilgan 5x bo'ladi. Buni a dan b gacha integrallashimiz kerak. Xo'p. B qo'ysam, agar 2b kvadrat plus 5b bo'ladi. Ayru a qo'ysam 2a kvadrat
qo'shuv 5a bo'ladi. Bu ham teng. Hop. 2 ko'paytiruv b kvadrat minus a kvadrat bo'ladi. Ya'ni 2larni bitta qavsdan tashqariga chiqarsam va 5larni bitta qavsdan tashqariga chiqarsam. Mana shu holatga keladi. Buni natijasi bizda 150 edi, 150 edi. Chap tarafimizda ozgina ishi bor. Ya'ni ko'paytuvchiga ajraladi chap tarafimiz hali. 2 ko'paytiruv b kvadrat minus a kvadratni b minus a karra b plus a ga keltirsak bo'ladi. Qo'shuv 5 karra b minus a barobar 150. Xo'p, b plus a bizda ustozlar 10 ga teng, o'rniga qo'yamiz. 2 ko'paytiruv b minus a ko'paytiruv 10 qo'shuv 5 karra b minus a barobar 150. Xo'p, shunda 25 karra b minus a ga kelar ekan. Chap tarafimiz 25 karra b minus a ga kelar ekan. Barobar 150. 150 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsam, b minus a ni qiymati 6 bo'lib qolar ekan. Bunaqa javob bizda D variantda bor ustozlar. Xo'p, bu bo'yicha menimcha muammo bo'lmasa kerak. Xohlasa davom ettiramiz. 21-masalamiz. Xo'p, demak, f hosil x kvadrat funksiya tasvirlangan. Demak, bizda kvadrat funksiya tasvirlanib ustozlar. X o'qini 1 va 2 nuqtada kesgani uchun f hosili x ni quyidagicha ko'rinishda olaman. A ko'paytiruv x minus 1 x minus 2 ko'rinishda olsam bo'ladi. Chunki x o'qini 1 va 2 nuqtada kesyapti va 0 dagi qiymati 6 ga teng. Demak, a ko'paytiruv minus 1 karra minus 2, ya'ni x teng 0 da, birinchi qavsim minus 1, ikkinchi qavsim minus 2 bo'ladi va shuni natijasi 6 ga teng ekan. Chunki ko'ryapsizlar, y o'qini 6 degan nuqtada kesib o'tyapti. Y o'qini. Bu tenglamadan a ni topadigan bo'lsam, javobi chiqadi. Demak, f hosili x ni tenglamasi 3 ko'paytiruv x kvadrat minus 3x qo'shilgan 2 ko'rinishda ekan. Buni ochsam 3x kvadrat minus 9x qo'shilgan 6 bo'lib qoladi so'zlar. Endi kelinglar integral olamiz shunda. Ya'ni fx ni ko'rinishi nimaga teng ekan? Fx ni ko'rinishi. Xo'p, x kub minus 4,5 x kvadrat har biridan alohida integral olyapman. Har biridan. Qo'shilgan 6x qo'shilgan qanaqadir s bo'lsin. Lekin bizda mana qaranglar, f0 teng 0 degan joy bor. f0 0 ga teng. Demak, f0 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, s ni qiymati ham 0 chiqadi. Ya'ni fx ni o'zi s bo'lmasa x kub minus 4,5 x kvadrat plus 6x bo'lib qoladi. Xo'p, bizdan f2 ni so'ragan edi, to'g'ridan to'g'ri f2 ni topib ketaveramiz, ustozlar. f2 teng 2 ning kubi minus 4,5 ko'paytiruv 2 ning kvadrati qo'shilgan 6 karra 2. Xo'p, 8 ayruv 18 qo'shuv 12. Hisoblasam 2 bo'lar ekan. D javobga to'g'ri kelyapti. Hop, davom etamiz. Yigirma ikkinchi masalamiz ustozlar. Quyidagi mulohazalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang debdi. Bu endi formuladan ustozlar, birinchi misol, kesik konus hajmi pi ko'paygan 1/3 h ko'paygan s1 plus s2 plus ilzosti s1 s2. Xo'p, birinchisi to'g'ri bo'ladi ustozlar. Kesik konus adashdimmi? Usullari. Yo'q, adashdim. Ustozlar, birinchisi to'g'ri bo'lmaydi, xato bo'ladi. Chunki kesik konusda mana bu yoqda s1 s2 asos yuzalari bo'ladigan bo'lsa, o'zi yuzalarda pi borda. Yuzalarni o'zida pi bor va bunda pi kerak emas edi. Bu noto'g'ri bo'ladi.
I'ni o'rnida 1 bo'lish kerak edi adashmasam. Ha, ha, ha. 1 bo'ladi. 1 bo'lsa to'g'ri bo'ladi agar. Ikkinchisi, n burchakli prizmani diagonallari soni o'zi asosi n burchak bo'lsa, asosini diagonallari soni n kara n minus 3 taqsim 2 bo'ladi ustozlar. Va prizmada bilasizlar, har bitta kesimda ikkita diagonal bor. Mana ixtiyoriy kesimga qarasangizlar, to'rtburchak kesimiga qarasangizlar, har birida ikkitadan diagonal bor. Shuni 2 ga ko'paytirsak n kara n minus 3. Ikkinchisi to'g'ri. Ikkinchisi to'g'ri va uchinchisi, agar uchburchakli piramidaning barcha yon yoqlari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qilsa, uning balandligi asosiga ichki chizilgan aylana markaziga tushadi. Demak, barcha yon yoqlari yoq. Xo'p, bu to'g'ri bo'ladi bu ham. Hozir mana. Xo'p. Ikki yoqli burchak. Mana bu ikki yoqli burchak bo'lsa, barchasi shunaqa bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu kichkina r bo'lib qoladi. Mana bu masofamiz bizda kichkina r ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni ichki chizilgan aylana markaziga tushadi. Shundan noto'g'ri, to'g'ri. C variantda bor ekan ustozlar. Noto'g'ri, to'g'ri. 22 ni tahlil qildik. 23 ga o'tamiz. ABCda tengyonli trapetsiya. Xo'p, trapetsiyani yuzini so'rabdi. Bizda bilasizlar, trapetsiya yuzasini formulasi S trapetsiya teng 5 plus 13 taqsim 2 ko'paytirilgan balandlikni shu to'rtburchak bilan qoldayapman. Balandlikni topsak bo'ldi. Boshqa, chunki asoslari bor, faqatgina balandlik yetishmayapti ustozlar. Xo'p. Balandlik tushirib olamiz. B uchidan ham, bu yoqdan ham. Shunda AB 5 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 5 bo'ladi. Ikkita cheti 13 dan 5 ni ayirib 2 ga bo'lsam, ikkita cheti 4 bo'lib qoladi. Endi mana bu B dan tushgan balandlik asosini H bilan belgilayman. Uchburchak BDC ga qaranglar. Uchburchak BDC ga e'tibor berasizlar. Bunda uchburchak BDC da BH ni H desam, H kvadrat teng 9 ko'paytiruv 4 bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakda shunaqa qoidamiz bor edi, eslasangizlar. H A B desam, H kvadrat barobar A kara B bo'lardi-da. Shu xossadan foydalanyapman. Bundan H topadigan bo'lsam 6 chiqadi. Demak, trapetsiyamiz yuzasi 5 plus 13 taqsim 2 ko'paygan 6 bo'ladi. Demak, bu ham 18 kara 3. 54 bo'lib qolar ekan. C variantga to'g'ri kelyapti ustozlar. Menimcha 23 bo'yicha ham muammo bo'lmasa kerak. Xo'p, keyingisi. 24-masalamiz ustozlar. Xo'p, davom etamiz. Bizda bitta qoida bor. Qoidamiz bor. Hozir. Shu doiraga aytaylik, aylanaga urim o'tkazdik, masalan. Urim o'tkazdik. P nuqta desak, mana bu narsani bilasizlar, shunchaki formula sifatida yozib ketaman va shundan foydalanaman. Urimamiz PA bo'lsin. Kesuvchimiz aylanani B va C nuqtada kessin. Urinmaning kvadrati teng kesuvchi uzunliklari ko'paytmasi ko'rinishda. Ya'ni PA ni kvadrati teng PB ko'paytiruv PC. Buni isbotiga to'xtalib o'tirmayman ustozlar, bilasizlar. Urinmani kvadrati PB ko'paygan PC. Shundan foydalanib ketaman. B nuqtaga e'tibor beringlar. B nuqtaga e'tibor beramiz. B dan o'tkazilgan urinmani BD desam bo'ladi. Ya'ni BD ni kvadrati teng BY ko'paytiruv BA. Endi C dan o'tkazilgan urinmaga e'tibor berasizlar. CD ni kvadrati teng CF ko'paytiruv CA desam bo'ladi. CF ko'paytiruv CA desam bo'ladi. Xo'p, BD ni kvadratini o'rniga demak
36 qo'yaman. 36 teng 4 ko'paygan BA. Va xuddi shunaqa CD ni kvadratiga ham 36 qo'yaman. 36 teng 3 ko'paygan CA. Bu tenglamalardan BA ni topsak 9 bo'ladi. CA ni topsak 12 bo'ladi. BA 9, CA 12. Endi uchburchak perimetri desa, uchala tomoni bir-biriga qo'shiladi. Ya'ni 12 qo'shuv 9 qo'shuv 12. Hisoblaydigan bo'lsak, javobi 33 chiqar ekan. A variantga to'g'ri kelyapti so'zlar. Ustoz, lekin shu 33 degan javobni sayt xato degan ekanda. Nega balkim noto'g'ri kiritgandirsiz. Yo'q, To'shni aniq 33 33 chig'arib A deb belgiladim. O'sha anonga skrinshot ham qilib olganman. A xato deganda saytda xatolik bormi hozir shunda? hozir biz to'g'ri eshitdik menimcha BA ni kvadrat. To'g'ri, xuddi shunday qilib ishladim mana. Ishlashda emas, saytni tekshirishda xato bormi deb so'ramoqchiman-da, ustoz. Saytda yo'q, menimcha xatolik bo'lmasa kerak. Mayli, bir ko'rib chiqamiz yana. Shu bo'yicha o'zingiz daftaringizni ishlagan bo'lsangiz, to'g'ri bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q. Video bo'yicha ham taqqoslab ko'rasizda. Saytda xatolik menimcha bo'lmasa kerak. So'rab ko'ramiz yana. So'zda savollar bo'lmasa davom ettiramiz. 25. Y nuqta, demak, ABCD to'rtburchak ichki burchaklari bisektrisalar kesishgan nuqtasi ekan. Demak, AB 22, BC yo'q, CD 19 ekan. Xo'p. Bisektrisa bo'lsa, nimani aniqlash mumkin? Demak, DB chizig'imiz ADC bilan ABC ni bisektrisasi bo'ladi. Ya'ni ADB ni alfa desak, CDB ham alfa bo'ladi. Chunki bisektrisa. Xuddi shunaqa ABD ni beta desak, CBD ham beta bo'ladi. Endi uchburchak ABD bilan so'zda uchburchak CBD ga e'tibor berasizlar. ABD bilan CBD ga e'tibor berasizlar. Ikkita burchak teng. Ya'ni ikkita burchaklari bir-biriga teng. Va bitta tomon umumiy. Bizda uchburchaklar tenglik alomatlari bor edi. Shundagi BTB alomatiga ko'ra, ya'ni uchburchaklar tengligidagi, ya'ni burchak tomon burchak alomatiga ko'ra o'xshashligida ham bor bu. Ikkita uchburchak o'zaro teng. Ya'ni uchburchak ABD bilan uchburchak CBD ustozlar bir-biriga teng bo'ladi. Bundan CD tomon bilan AD tomon tengligi kelib chiqadi. AB tomon bilan CB tomon tengligi kelib chiqadi. Demak, AD tomon 19, CB tomon 22. Bundan perimetr hisoblasam 2 kere 19 qo'shuv 2 kere 22 bo'ladi. 38 qo'shuv 44. 82 chiqadi ustozlar. D variantga to'g'ri kelar. Xo'p, savollar bormi? 25 gacha. Agar savollaringiz bo'lmasa ustozlar davom ettiramiz. 26-masalamiz. Xo'p, rasmda tasvirlangan BC yoy, mana bu BC yoyimiz bizda 20 gradus ekan. Endi kelinglar OD bilan OC ni tutashtirib olamiz. OD bilan OC ni tutashtiramiz. Bilasizlar, OA radius, ya'ni bu ikkita chiziq bo'lsa, OD ham ikkita chiziq bo'ladi. OC ham ikkita chiziq bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, uchburchak ODC teng tomonli ekan.
teng tomonli ekan. Teng tomonli bo'lsa, har bitta burchagi 60 gradusdan ekanligi kelib chiqadi. Har bitta burchagi 60 gradusdan ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, ana endi. Ana endi. 60 gradus bo'lsa, ustozlar, DS yoyimiz ham 60 gradus bo'ladi. Xo'p. X burchakni so'rabdi. Demak, qaranglar. X ga mos keladigan yoy bu DSB yoy ustozlar. X ga mos keladigan yoy DSB yoy. Ya'ni 80 gradusli yoy mos kelyapti. X ni qiymati esa ustozlar mana shu yoyni yarmiga teng bo'ladi. Har doim. Hozir qo'yamiz. Agar yoy alfa bo'ladigan bo'lsa, shu yoyga mos keluvchi burchak alfa taqsim 2 bo'ladi har doim. Shundan foydalansak, x ni qiymati 40 gradus bo'lar ekan. Demak, C variantga to'g'ri keladi. Davom etamiz ustozlar. 27-masalamiz. ABC muntazamligi bor. Bizdan x masofani so'rayapti. Xo'p, urinma xossasidan DC masofani ham x deb olsam bo'ladi. Kelinglar, BD masofa A bo'lsin. BD A bo'ladigan bo'lsa, bu nuqtani K desak, BA masofamiz ham o'z-o'zidan K chiqadi. Ikkalasi ham K chiqadi. Xo'p, KF masofa bizda 3 ga teng bo'ladi ustozlar. KF masofa bizda 3 ga teng bo'ladi. Endi muntazam bo'lgandan keyin BA bilan BC ni bir-biriga teng deyishga haqqimiz bor. BA bilan BC ni, demak, BA masofani A plus 3 plus 5 deyman. BC masofani esa A plus x deyman. Alar o'z-o'zidan qisqarib ketar ekanda x barobar 8 chiqar ekan ustozlar. A variantga to'g'ri keladi. Demak, 27 osonroq ekan. Xo'p, 28 ga o'tamiz. O nuqta aylananing markazi. ABC uchburchakda, demak, CD masofa 2, CA masofa 7. AD masofa 7. Xo'p, boya urinma haqida bitta xossa yozdim. Endi bu yoqda ikkita kesuvchi haqida yozsak bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy nuqtadan, demak, A, B, C, D desak, aylanaga ikkita kesuvchi o'tkazsak, PA ko'paytiruv PB, PC ko'paytiruv PD ga teng bo'ladi. Shu xossadan foydalanamiz. Demak, CD ko'paytiruv CA teng bo'lishi kerak. CY ko'paytiruv CB ga. Xo'p, CD ni o'rniga 2, CA ni o'rniga 9 qo'yamiz. Teng. CY bilan BY ni x desak, x kari 2x ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, tenglamadan ikkilarni qisqartirib yuborsak, x kvadrat barobar 9 bo'ladi. Bundan x topadigan bo'lsak, javobi 3 chiqadi. Demak, CY kesmani uzunligi 3 ga teng ekan. Yigirma sakkiz ham so'zlamamcha tushunarli bo'ldi. 29 ga o'tamiz. Xo'p, og'irlik markazi. Tengli uchburchak bo'lsa, kelinglar shuni pastga davom ettirib ko'ramiz. Xo'p, o'zi JA vektor ko'paytiruv JB vektor nima degani? Ikkitasini orasidagi burchak alfa desam, bu modulda JA vektor ko'paytiruv modulda JB vektor ko'paytiruv kosinus alfa degani. Aslida shunaqa. Aslida mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, DH deyman balandlikni va bu ikkita 8 degan qismlarga bo'ladi. 16 ni 2 ga bo'ladi. Xo'p,
DH masofamiz ildiz ostida 10 kvadrati minus 8 kvadrati desam 6 chiqadi. Ya'ni balandligimiz umumiy bizda 6 ga teng. Balandligimiz bizda umumiy 6 ga teng. Xo'sh, endi Yuqori medianlar to'rtta. medianlar kesgan nuqtada 2/1 nisbatda bo'linardi. Shunda tepa 4, past 2 bo'ladi. Tepa 4, past 2 bo'ladi. Xo'p, endi. Bundan bitta Pifagorni qo'llab jabani topsanglar bo'lmaydimi? Bo'ladi. Hozir sal bundan ham osonroq variantini qidiryapman hozir. Bu yog'i 2 bo'ldi. Kelinglar, BJH burchagini 180 minus alfa deyman. Shunaqa desam bo'ladi menimcha. BJH burchagini 180 minus alfa desam bo'ladi. Mana shu yerdan kosinus 180 minus alfani qo'llasam, to'g'ri burchakli uchburchakda kosinusning qiymati nima bo'lardi? Yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati. Ya'ni buni modulda JB desam ham bo'laveradi. Uzunlik bo'lgandan keyin 2 taqsim modulda JB desam ham bo'laveradi. Xo'p, kosinus 180 minus alfa bilasizlar, minus kosinus alfani beradi. Minus kosinus alfa teng 2 taqsim JB. Bundan kosinus alfani topsam minus 2 taqsim JB bo'lar ekan. Ya'ni JB ni даже uzunligini ham topishim shart emas. Olib borib tepaga o'rniga qo'yaman. Boshladim. Qizil bilan yozaman. JA degani o'zi D na o'rnida A turibdi-da. JA degani 4 ga teng. JB qolaversin, modulda JB qolaversin. Ko'paygan kosinus alfani o'rniga minus 2 taqsim JB ni qo'yamiz. Shunda JB lar qisqarib ketadi-da, javobi minus 8 chiqar ekan. A variantga to'g'ri kelyapti. Savollar bormi ustozlar? Savol bo'lsa yozinglar yoki mikrofonni qo'shib aytsanglar tushuntirib beraman. Tushunarli. Pifagorni qo'llaganimizda minus chiqmasdi-da. Yo, unda ham chiqadi. Men kosinus 180 minus alfani qo'llaysiz baribir. U holatda ham chiqadi. Chunki sizga kosinus alfa kerak-da, har qanaqasiga kosinus alfani qiymati kerak. Tushunarli. Xo'p, keyingisi ustozlar, S1 plus S2 50 bo'lsa, ABC uchburchak yuzini eng katta qiymatini toping debdi. ABC uchburchak yuzining eng katta qiymati. Xo'p, demak, mana shunda bitta qoida bor. Balkim biladiganlar bordir. Mana shu shaklda yuzalar berilgan bo'lsa, kvadratlarni yig'indisimidi? S1, S2, S3 bo'lsa, ustozlar, S3 burchak qanaqa edi? Kim biladi? Biladiganlar bormi? Ildizostilik formulasi bor. Yuzlarni kvadratlarni yig'indisimidi? Yo'q, unaqa emasdi. Qaranglar, ildizda S1 hammasi qo'shilib kvadrat hosiladi. S3 ning, to'pa-to'g'ri. Demak, S1, S2, S3 bo'lsa, ildizda S1, ildizda S2 va ildizda S3 ni kvadratiga keladi. Bizda nimalar bor? S3 ni qiymati 81 ligi bor va S1 plus S2 ni qiymati 50 ekanligi bor. Xo'p, kelinglar o'rniga qo'yib ko'raylik. Demak, o'rniga qo'yib ko'raylik. Xo'p. Ildizda S1 bilan ildizda S2 qolaveradi. Ildizda S1 bilan ildizda S2 qolaveradi. Xo'p, 81 dan ildiz chiqarsam 9 bo'ladi. Biz shuni kvadratga oshirishimiz kerak-da. Mana shuni kvadratga oshirishimiz kerak. Kelinglar, ildiz ostida S1 plus ildiz ostida S2 ni eng katta qiymatini aniqlashga harakat qilib ko'ramiz. Eng katta qiymatini. Cauchy tengsizligini bilasizlar. Men shuni sal boshqacharoq yozaman. Ildiz ostida A qo'shilgan ildiz ostida B kichik yoki teng ildiz ostida 2 karra A plus B degan tengsizlik bor. Balkim biladiganlar bordir, balkim yo'qdir.
A va B noldan katta yoki teng son uchun mana shu tengsizlik o'rinli. Kelinglar kvadratga oshirib buni isbotlab qo'yamiz. Shunda yaxshiroq eslaringizda qoladi. Kvadratga oshirsak, chap tarafimiz A qo'shuv B qo'shuv 2 iltizosida AB bo'ladi. O'ng tarafimiz esa 2A qo'shuv 2B bo'lib qoladi. O'ng tarafimiz. Xo'p, chap tarafni to'liq o'ng tarafga ayirish qilib olib o'tsam, shunda o'ng tarafimda A qo'shuv B ayiruv 2 iltizosida AB hosil bo'ladi va bu bilasizlar iltizosida A minus iltizosida B ning qavs kvadrat. Buni demak 0 dan katta yoki teng desak, to'g'ri tengsizlik hosil bo'lar ekan. To'g'ri tengsizlik hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi buni nimaga yozdim desangizlar, men ildiz S1 bilan ildiz S2 ni kichik yoki teng deyman. Ildizni ichida 2 kere S1 qo'shuv S2 dan. Demak, S1 qo'shuv S2 ning o'rniga 50 qo'ysak va ildizdan chiqarsak 10 chiqadi. Ya'ni yig'indini eng katta qiymati ustozlar 10 ga teng ekan. O'rniga qo'ysam 10 qo'shilgan 9 ning kvadrati bo'ladida 361 chiqib qoladi. Maksimum qiymati 361 bo'lar ekan. Xo'p, savollar bormi? Yozganim bo'yicha. Davom etamiz ustozlar. 31. Demak, piramidamiz balandligi bor, barcha qirralari bir xilligi ham bor va asosiy kvadrat ekan. Diagonalni o'tkazamiz. Diagonalni o'tkazsam, demak 3 5 bo'ladigan bo'lsa, diagonalimiz yarmi 4 bo'ladi. Demak, ikkinchi yarmi ham o'z-o'zidan ustozlar 4 chiqadi. Xo'p, tomonini kvadrat bo'lgani uchun x desak, mana bu diagonalimiz, ya'ni 8 tomonimiz x iltizosida 2 ga teng bo'lib qoladi. Shu tenglamadan x topadigan bo'lsak, tomonning uzunligi demak 4 iltizosida 2 ekanligi kelib chiqadi. Va piramida hajmini bilasizlar formulasini v barobar 1/3 s asos ko'paytirilgan h bo'ladi. Ya'ni 1/3 ko'paytirilgan asosini yuzasi bu 4 ildizli 2 ning kvadrati bo'ladi va h esa 3 ga teng. 3 bilan 3 qisqarib ketadigan bo'lsa, hisoblasak javobi 32 chiqar ekan. Shunda B variantga to'g'ri keladi, ustozlar. Agar savollar bo'lsa, so'rashlaringiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. 32-masalamiz demak. SA ko'paygan CL vektor. Xo'p, kelinglar kubni tomonini x desak, CA tomon ham x iltizosida 2 bo'ladi. CL ham x iltizosida 2 bo'ladi va AL ni tutashtiradigan bo'lsam ham ustozlar x iltizosida 2 bo'ladi. Ya'ni uchburchak CLA teng tomonli aslida. Aslida uchburchak CLA bizda teng tomonli. Demak, orasidagi burchak 60 gradus ekanligini aniqlash qiyin emas. Orasidagi burchak. Xo'p, CA vektor ko'paygan CL vektorni men yoza olaman. Modulda CA vektor, modulda CL vektor ko'paygan kosinus 60 gradus deb. Formula bo'yicha orasidagi burchak 60 bo'lgandan keyin xuddi shu holatda yozsam bo'ladi. Endi CA ni o'rniga qo'yamiz x iltizosida 2 ni. CL ni ham o'rniga qo'yamiz x iltizosida 2 ni. Ko'paygan kosinus 60 ni o'rniga qo'yamiz 1/2 ni. Mana shu teng ekan 24 ga. Ildizda 2 va 2 qisqarib ketsa, so'zlar x kvadrat barobar 24 bo'ladi. Va bilasizlar, kub to'la sirti 6a kvadrat formula bilan topiladi. Ya'ni 6 ni ko'paytiramiz 24 ga. Hisoblasak 144 chiqar ekan. 144 degan javob D javobda bor ekan, ustozlar. Agar savollaringiz bo'lmasa, davom ettiramiz. 33-masalamiz.
Boyagi uchburchakdagi formulani isboti bor. Isbotini ko'rsak bo'ladi. Hozir tugatib olsak, xudo xolasa isbotini ko'rsak bo'ladi. Demak, 33-masalamizda x o'qi bo'ylab 360 gradusga aylantirsak, x o'qi bo'ylab 360 gradusga aylantiradigan bo'lsak, bitta konus va bitta yarim shar hosil bo'lib qoladi. Bitta konus va bitta yarim shar. Demak, konusni balandligi ham 3, radiusi ham 3 va shar radiusi 3 ga teng. Boshladim. Va konusni hajmini hisoblayman. 1 taqsim 3 ko'paytiruv pi r kvadrat kera h. Konus hajmini hisoblayapman. Radius ham 3 ga teng, balandligi ham 3 ga teng. 9 pi bo'lib qoladi. Va shar hajmi ustozlar yarim bo'lgani uchun 4 taqsim emas, 2 taqsim 3 pi r kub bo'ladi. 2 taqsim 3 pi r kub. Buni ham demak hisoblaydigan bo'lsam 18 pi chiqadi. Ikkalasini bir-biriga qo'shsam 9 pi ga 18 pi qo'shiladigan bo'lsa 27 pi chiqadi. 27 pi chiqadi. Menimcha 33 bo'yicha muammo yo'q. 34 ga o'tirsak bo'ladi. Xo'p, bunda ham muzqaymoq hajmini so'ragan. Ustozlar bitta konus bilan yarim shar hajmini qo'shsak bo'ldi. Demak, v konus demak 1 taqsim 3 ko'paytiruv pi r kvadrat kera h. Balandlik 12, radius 3 ga teng. Qo'shamiz. Yarim shar bo'lgani uchun mana tepa qismi bor-ku, tepa qismi yarim shar. 2 taqsim 3 pi r kub. Xo'p, 36 pi qo'shilgan 18 pi bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak 54 pi chiqadi. B javobga to'g'ri keladi. Va oxirgisi 35-masalamiz to'g'ri burchakli parallelped asosi kvadratdan iborat. To'g'ri burchakli parallelped asosi kvadratdan iborat. Agar parallelped yon yog'ini perimetri p ga teng bo'lsa, parallelped hajmining eng katta qiymatini toping debdi. Hozir. Xo'p, asosi x bo'lsin ustozlar. Balandligi h bo'lsin. Yon yog'i deganda bitta tarafini so'rayapti. Adashmasam bitta tarafini aytyapti. Ya'ni h plus x ko'paygan 2, ya'ni bitta to'rtburchakni perimetri p bo'lsa, bizda hajmini eng katta qiymatini so'rayapti. Xo'p, bundan h plus x ni topsam p taqsim 2 bo'ladi. Bu birinchi natijamiz desak, hajmni formulasi qanaqa edi? V barobar asosini yuzasi, ya'ni x kvadrat ko'paytirilgan h bo'ladi. Va bu ham teng x kvadrat ko'paytirilgan h ni o'rniga ham qo'yamiz p taqsim 2 minus x ni. Va shuni ochamiz. Mana shu qavsni ochamiz. Minus x kub plus p x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu qandaydir vx desam, ya'ni x ga bog'liq bo'lgan hajm formulasi bu. Xo'p, hosil olib ko'raylikchi qanday nima bo'lar ekan. Va hosili minus 3x kvadrat qo'shilgan 2x bo'lsa px bo'lib qoladi-da. Minus 3x kvadrat qo'shilgan px bo'ladi. Mana shu 0 ga teng. Demak, buni x topadigan bo'lsam, p taqsim 3 chiqar ekan ustozlar. X ni topsak p taqsim 3 ekan. Xo'p, bo'ldi. Va x dagi x ni o'rniga p taqsim 3 qo'yamiz. P taqsim 3 qo'yamiz. Xo'p, nima bo'ladi? P taqsim 3 ning kvadrati ko'paytirilgan p taqsim 2 minus p taqsim 3. Xo'p, p kvadrat taqsim 9 ko'paytirilgan p taqsim 6. P
p kub taqsim 54 bo'lar ekan. B javobga to'g'ri kelar ekan ustozlar. Xo'p, savollar bormi? Mana 35 gacha to'liq tahlil qildik. Qaysi misolni tushunmay qoldingizlar yoki qaysi misolda kamchilik bo'ldi? Tushunarli, rahmat. Ustoz. Ustoz, men bugun qo'shildim-da. Qaysi kunlari Aha. bo'lyapti? Darslar deyarli har kun bo'lyapti. Gruppaga o'sha darsni ketma-ketligi bo'yicha rasmlar tashlab borilyapti. Bugun ham tashalgandi. Ya'ni dars Ustoz, vaqti kim o'tadi, nechida bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib borilyapti. ustoz, bu testlarni nimasi Wordmi, PDF fayli yo'g'ing nimada? Misol uchun chiqarib dars paytlari ishlab nima qilib tursakda saytga nima kirmay turib. O'zini Har bir testniki yo'qmi deyman. Misol uchun 4-chi test chiqdi-yu, masalan. O'shani chiqarib olsak. PDF fayli bor. Uni gaplashib ko'ramiz. Agar imkon bo'lsa tashlab beramiz. Xo'p, mayli, rahmat. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qildim. Men ham hozir aka aytganday bugun qo'shildim, faqat men darsingizni kuzatish uchun qo'shildim-u. Meni yo'nalishim sal boshqacharoqda. Agar esingizda bo'lsa, Telegramimizga ham yozgandim. SIT bo'yicha dekabr oyiga topshiraman deb yozgandim. Darslaringizni bir kuzatishga, qiziqishga kirdim. Menga juda ma'qul, rahmat, zarur ekansiz. SIT yozadi, agar iloji bo'lsa. Uzr, darsdan tashqari savol. Qarang, men SIT bo'yicha o'tmayman. Lutfullaxon ustoz o'tadilar. Ular bilan gaplashasiz. Nimami, ustoz Lutfullaxon ustoz, hammalaringiz bir guruhmisizlar? Men shu chatda yozman. Shunaqa. Abbos, men, Lutfullaxon ustoz borlar, Jahongir, Nigina ustoz borlar, beshalamiz. Xo'p, rahmat. Dars bo'yicha savollar bormi ustozlar? Yo'q, rahmat. Ustoz, shuni noyabr oyini boshida boshlanadi degandim. SIT bo'yicha ustoz savollaringiz Lutfullaxonga yozasizda. Noyabr oyini boshiga boshlanadi degandilar-da, noyabr boshlanadi. Shuni bir qanday aniqlashtirib so'rasam bo'ladi. Kishiga ichkalariga yozing qaytadan ichkalariga yozib qo'ying. Javob qaytaradi. SAT kurslari, uzr Elbek, gapingizni bo'ldim. SAT kurslari davom etyapti, ustozlar. Qabul hali ham davom etyapti. Ustozni o'zlariga yozsalaringiz aniq ma'lumotni olasizlar. SAT O'zbekiston kanalida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Pin xabarlarda ko'rsalaringiz, topib olsalaringiz bo'ladi. Savollar bo'lsa, Xodiyev Akademiya kanalida post qoldirdim. Sizlar uchun xohlagan savolingizga javob beramiz. O'sha yerda qoldirsangiz bo'ladi. Bu yerda esa chatni yakunlasak bo'ladi, menimcha. Elbek, yakunlaymizmi? Dars tugadi, menimcha yakunlasak bo'ladi. Faqat bitta masala isboti qoldi. Uni keyingi darslarda ko'ramiz bo'lsam. Uchburchak yuzasiga doir bitta masala isboti qoldi. Keyingi darsda ko'ramiz.